PVC'da men ko'pchiligiga aytaman, o'sha adibda shunaqa narsa borki. O'shancha deb o'tiribman, bilamingiz. Hamma yo'q. Uchlari ham teriga, sun'iy teri hisoblanadi. Birorta choki yo'q. Qo'lma-qo'l bo'lib, 4-5 qo'l bo'lib ketsa, u qimmat bo'lib ketadi. Shunday holatda kirmoqchiligida tashlaydi. Kirmoqchida yana kiyib buni puli qancha? 35 35 ming. ming so'mdan mushkil mana qaranglar, pasti Eva, yumshoq zo'r padosh. Bular necha pullarda aka pullari? 27 mingdan edi. 36 dan 40 gacha 30 ming so'mdan. Yangilab olgandan keyin 1000 so'm, 2000 so'm qimmat bo'ladi, yaqinlar bilib olinglar. Assalomu alaykum, Adib Shows obunachilari, yaqinlarim, qadrdonlarim, omonmisizlar, tanijoninglar sog'mi? Ushbu video seshanba kungi Optoviy bozordan alohida video bo'lyapti. Nimaki, men sizlarga o'sha videoda aytib o'tganim, minut uzayib ketsa, ko'ruvlarimiz soniga ta'sir qilib qo'yapti. Shuning uchun biz alohida yana bitta video qilishga qaror qildik. Hafta kuniga seshanba 29-aprel sanasi bu bozorni tanishtirib o'taman. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Qumtepa kiyim-kechak bozorini stankasida bo'ladigan ayollar va bolalar poyabzallari sotiladigan bozordan sizlar uchun video qilyapmiz. Ushbu bozor seshanba va juma kunlari soat 4 dan keyin bo'ladi. Asosan, ya'ni bomdoddan keyin, to'g'rirog'i, soat 9-10 gacha bo'ladi. O'ylaymanki, kommentariyada asosiy beriladigan savollarga javob berdim. Endi sizlar uchun oyoq kiyimlar haqida, xudo xolasa, ma'lumot beramiz. Abdulboriy va alaykum assalom. Tuzingmi o'rta? Salomatchilingiz yaxshimi? Kayfiyatli. Lekin bu o'rtamizda ancha-muncha mana assortimentlar bor ekan. Gap yo'q. Juda ham go'zallik. Shishaga, bu ikki xillik ekan, a? Mana PVC'da men ko'pchiligiga aytaman, o'sha adibda shunaqa narsa borki. O'shancha deb o'tiribman, bilamingiz. PVC'da ikki xil qilib qilingan mana. Misol uchun buni ko'pchiligi nima qo'yishyapti buni ichiga? Material qo'yishyapti, lekin bitta mana korishniviga shishali qilib juda ham chiroyli qilishgan. Xitoy bor buni, o'zi biladi Xitoy. Xuddi shu miyularigacha, hamma yo'q. Ichlari ham teriga, sun'iy teri hisoblanadi. Birorta choki yo'q. O'zini choki yo'qligi bilan ham niyabishlik bilan ajratib turadi. Ajratib turadi. Hamma tomonlama rezinka qanaqa qilib kiyadi buni deyapti. O'zida aka qarang. Shunday mana shu holat bo'lsa, agar shunday orqani ko'taradi, bo'ldi, tushadi aka. O'zi tushib ketadi. O'zi aytibdi, to'g'rilab qo'yadi, bo'ldi. Bo'ldi, gap so'z yo'q, lyuks shunday quchoqlaydi ayog'ida. Razmerga shunday tushadi. Tushadi, bir gap. 36-40 ga bu. 36dan 40 gacha. 36dan 40 gacha. Xitoyda lyuks yo'piya qilishdi, lekin juda ham yaxshi. Endi bu choki yo'qligiga men o'zimni talqinimni beradigan bo'lsam, yozgi kunida oyoqqa botmaydi. Oyoqqa botmaydi. Juda ham yaxshi narsa chiqqan. Qiziq ko'raverasizlar, nimani? Abdulboriyni anaqasi. Mehnat mahsuli, bu Hermeslar ekan bular. Armani ham bor. Bari trend brendlar qo'yilgan. Mana gap so'z yo'q. Bular puli qanchadan bo'lib bo'ldi? Bular 45 ming. Mashinasi ham chiroyli chiqqan ekan. Xitoyni 170 mingdan Optimga sotyapti. Optimga sotyapti. Donaga olsa. Kanalda ko'rdim, yolg'on bo'lmasa 175 ming, 170 ming deyapti. Demakki, arzonroq olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mashinasi ham o'zbek varianti, o'zimizni hunarmandlarimiz qo'llab-quvvatlaydiganlarga yaxshi variant. 45 ming so'm oxiri buni yo 1,5 so'm o'tib beramiz. Yo'q, o'tib beramiz soniga qarab. Soniga qarab, ob'yomga qarab kelishsa bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlaganlar bo'lsa bo'ldi. Gap so'z yo'q. Yaqinlar pastda qoldirayotgan telefon raqamim Abdulboriyga tegishli. Sizlar bozorda ko'rgan, ko'rmagan mahsulotlaring bo'yicha shu telefon raqami orqali Telegramdan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ostiga ma'lum bir narsani tashlashsa ham, mana shu kerak menga desa ham, muammo bo'lsa, qilib berilaveradi. Marg'ilon obuvlari Telegram kanali ochdik-ku. U kanalda o'zi narxi, razmerlari, litovoyligi, polvertarligi, PVCligi, qanaqa hamma ma'lumotlarni qo'yapmiz. Narxi bor-ku. O'zimga tashab turib, o'zi narxi yozilgan. Bizga tashab turib, kami bormi? U qo'yayotgan narximiz bor-ku aka, xabaringiz bor. Eksport narxida qo'yapmiz. Shunaqa. Eng katta ob'yomda Optimga chiqadigan narxida qo'yilyapti kanalda. To'g'risi biz sahifamizni ko'pchilik kuzatyapti, ya'ni yangi obuv biznesiga kirmoqchi bo'lganlar ham ko'pchilik kuzatyapti. Shular uchun ham maxsus spesial shu arzon narxda qo'yilyapti. Sizlarning ishlaring rivojiga ozroq hissamiz qo'shib olaylik. Shuning uchun bunaqa narxda arzon, lekin sifati ham joyida. Biz
Чтобы marg'ilon buflardan ketyapti. degan narsa, ha. Bo'lish kerak-ku. Shunaqa. Biz buni Ertadan keyin nafaqat- gap eshitib olmasligimiz kerak. Nafaqat O'zbekistonga, qo'shni respublikalarga ham chiqaramiz u aka. Xudo xolasa, shuni ham hisobga olib savdolashsalar ham menimcha yaxshi bo'ladi. Nimaiki, narsa bilan mahsulotni farqi bor. Asosiysi o'z klientlarimizni bizga kuzatib turgan odamlarga ishonchni oqlash. Asosiy maqsad. Ha, eng zo'rlarini qo'yilyapti guruhimizga. Xudo xolasa. Arzon ekan, o'ziga qarab ko'ryapsiz, o'zi ham haqli ish bor u aka. Shunaqa bozorda ko'raman. Endi men misol uchun birov narsasini yomon deyish emas, boshqa emas, lekin sizlarga chiroylini ilinganlarimiz asosiysi Telegram kanalimiz yokida pastki raqamlar orqali bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari mana shu assortimentlarni ham bir qator ko'rsatib bersa, Abdulboy narxlarini ham aytib o'tamiz endi. Bularimiz qanchadan edi? Toshilar 25 ming. Bular 25 ming so'mdan, mana. Har xillari bor. Ishkaylar ham 25 ming. Mana ko'rishinglar mumkin. Lekin assortiment o'ziga yarasha. O'ziga xos aka. Pokelarimiz qancha bular? Bular 35 ming aka, pokelar. 35 ming so'mdan yengil qilib ishlangan. Sifatlari ham xudo xolasa Asboblariga qarab chiqadi. narxlar belgilanadi. Ular qancha? Ulari 23 ming so'mdan. Ular 20 ming. Ha, Ular 25 ming. toshligi 25 ming so'mdan. Gap yo'q. Xullas telefon qilaverasizlar, ishlayim bitsa xursand bo'lamiz. Duo qilib bersalar ham bo'ldi bizni. Nomerni aytib beramiz o'rta boshqa 99 ning 912 aha 99 97. 912 99 97 Abdulboriy. Savdoyingiz bersin o'rta, salomat bo'ling, charchamang. O'zimizni adib korxonadan chiqqan oyoq kiyimlar, undan tashqari shu korxonamizni rahbariyati ham shu yerda. Hoji aka, salomatmisiz? Tanjoningiz sog' qolsin. O'tgan safar video qilganimizda chala joylari qolib ketgan ekan, shular to'ldirib beraylik dedilar. Asosan shu uchun video qilyapmiz, hoji aka. Nima oyoq kiyimlarimiz bor, qanaqa endi bir tavsiyali qilib ayting. Men to'g'risi deyarli hamma videolarimizni boshida aytib o'tyapman. Bizni kuzatuvchilarimizni ko'pi obuv biznesiga qiziqishyapti o'sha. Videoni ko'rib turib, men yerda 30 ming ekan u narsa, olib sotsam bo'ladi deyayotgan insonlarga xudo xolasa biz bu battan hunarmandlarimizni rivojiga ozroq hissa qo'shayotgan bo'lsak, aytib bekorchini ishli bo'lishiga sababchi bo'lyapti. Jali bekorchi deb kamsitib yuborgan bo'lsam to'g'ri tushunasizlar. Shunga bir tavsiyalar bilan video qilsak hoji aka. Shunaqa narsada o'zi bu videodan bizni ham maqsadimiz shunaqa. Odamlarning qo'liga arzonroq ish yetib borsin. Misol qo'lma-qo'l bo'lib 4-5 qo'l bo'lib ketsa, u qimmat bo'lib ketadi. O'zi asl narxidan olib sotsa, o'sha odamga katta nima bo'lmaydi. Ya'ni iste'molchini o'ziga ham qulay bo'ladi. O'ziga ham arzonroq bo'ladi, yetib boradi. Hozir biz mahsulotlarimiz hamma mahsulotlarimiz o'zi hadovoy narsalar, lekin mana shu setka mahsulotlarimiz yaxshi ketayotgan narsa. Bozorga tushgan narsa. Nimaga? Oyoqni yuvib ketishi mumkin. Yuvadi, har xil vaziyat bo'ladi, suv chachilaydi. Bemalol ishdan beradi. Chita beradigan narsa. Bu padoshlari chiroyli quyilgan. Quyma bular. Hali supida boshqada ajrab ketmaydi. Borki, mana bu setka narsa, kirib oladigan, o'zini hali yupqa narsasi bor, men kiyizadigan. Qopchasi, Shunday holatda kirmoshinaga bitta tashlaydi. Kirmoshinada yuvib yaltiratib, yana kiyib yuradi. kiysa bo'laveradi. Ham yengilligi, yumshoqligi, oyoqqa tushishi nihoyatda zo'r bo'lganda. Gap yo'q, lekin mana mashinalar ham dizaynlar qaranglar, padoshlarga kantlar, broshkalar tushirib gap so'z yo'q. Mana chiroyli chiqdi, haqiqatan. Misol uchun buni olib sotganingizdan keyin olgan odam ham baraka topadigan narsa. Maza qilib kiyadi, keyin buni. Gap so'z yo'q. Buni puli qancha edi bularni? Ular pulni 42 ming qilyapti. 42 ming so'mdan qilib berilyapti. Yaqinlar behijolat aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Har xil assortiment bor. Undan tashqari mana bular ham o'sha padoshka qilingan, setkaliklari bular. Endi basanushkaga, bunisi orqasi yopiq qilib qilingan ekan. Gapi chiroyli chiqqan mana mashinalar ham. Bular puli qanchadan edi? Bular ham bir xilda. Mashinga qilingan narsalar, zavodda hammasi puli bir xilda. Narxlari bir xil chiqqan. Endi misol mana bu tapchikalar yangi chiqadi, misol Hermesdan narsalar. Bular puli qancha edi? Bular 30 ming. Bulari 30 ming so'mdan ekan. Poke padoshka qilingan. Chiroyli chiqqan mana mashinalar ham rasvetkalarni ko'rib turibsizlar. Hermes hozir bu yil nima bo'ldi? Trend bo'ldi, haqiqiy.
Brendli narsa kiyaman deganlar, to'g'rimi? Hozir albatta, albatta. O'shalardan ko'pga olib qilingan mahsulotlar. Podyomlari hamma yo'q zo'ra bo'ladi. Zo'rta oyoqqa tushaveradi. Oyoqqa yaxshi tushadi. Odam maza qilib kiyib. Tushunarli. Bundan tashqari nima janjal bo'lyapti? Bu to'pa nima bo'lyapti? Xayrli kam shekin. O'rtalama ish, manga ish bo'lyapti ekan. Bular qanchadan mashina chiroyli chiqqan ekan? Bular 45 ming. 45 ming so'mdan qilib berildi. Bundan tashqari mahsulotlar juda ham ko'p. Hoji akam raqamlarini qoldiraman. Mana bantelar qanchadan bular? Bantiladi 23 ming qo'ygan. 23 ming so'mdan qo'rilindi, lekin sifatlari juda ham chiroyli chiqqan, mana ko'ringlar. Mashinalari mana ayniqsa oyoqqa yopishmaydi, tellatmaydi. Zo'r narsa Ba'zi chiqqan. odam silliq qilib qo'yadi, ichini oyog'ini tellatadi. Tellat. Yuvsa ham ishtima bo'lmaydi. Material yaxshi pishdi. Xudo xolasa chiroyli chiqqan narsalar. Buni tayi bormi buni? Aybo. Ha? Buni puli qancha? 35 ming. 35 ming so'mdan mushko'ylar mana qaranglar, pasti Eva, yumshoq zo'r padosh. O'zim santadan kiysa o'largan hoji aka, ha? Ko'p-ko'pda kiyib bo'ldi deydi. Buni pulini aytding. Xudo xolasa, hoji akam raqamlarni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Do'kon. Hali ham nomlamabmiz hoji aka. Xudo xolasa adib bo'ladi. O'zimiz brend bo'ladi. Telefon nomer qoldiraman. Telegramlashib olsanglar bo'ladi. Nomerni aytgansiz hoji aka. 99 726 40 73. 99 726 40 73 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar hoji aka. Savdoyingiz bersin. Tanjoningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Mana shu yerda akalarimizni narsalarini ko'rsatmayapsiz. Alaykum assalom aka, salomatmisizlar? Tanjonlaringiz sog'liqqanami? Foydasi bo'lishini bilib qolgan akam ketib qoldilarmi? Aka chetdansiz? Foydasi bor ekan deb akam. Bular necha pullarda aka pullari? Bular 27 mingdan edi aka. 36 dan 40 gacha 27 ming so'mda narxlari mana. Bitta rasvetkalarini bir qator ko'rsatib o'ting o'rta. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Tinchmi? Semizkan obedgacha yetadigan qilib olsizlarmi? Semizkan obedgacha yetadigan qilib olishdi. Rahmat aka. Salomatchiliklar yaxshimi? Charchamang. Zo'r. Bular puli qancha edi aka? Bularni 25 ming beryapti. Bular 25 ming ekan. Pastellarini 27 ming so'mdan ko'rdilar. Broshkaylari qanaqa? Broshkalar ham 27 ming. Bular ham 27 ming so'mdan. Buni ham har xil rasvetkalari bor ekan. Bir qator ko'rsatib o'ting. Assalomu alaykum. Anvarjon Qordada. Anjonlar sog'qinami? Omonmi? Kayfiyatlar, ishlar bilan charchamang. Bo'lyaptimi o'rta? Sekin qolgan joydan davom ettiryapsiz-da. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Akalarimizni yangiliklari shekilli bular. Bular puli qancha edi aka? Bular 30 ming aka. 30 ming so'mdan. Yangilik olgandan keyin 1000 so'm, 2000 so'm qimmat bo'ladi. Yaqinlar bilib olinglar. Bo'ldi. Mana bular bor ekan, poliuretanga ishlangan 36 dan 40 gacha. Akam telefon raqamlarini qoldiraman. Aka qayergachadir bir bepul dastavka degan joyi bormi yo olib ketib olishaversinmi? Dastavkasini qilib beramiz. Qilib beramiz. Kelishilgan holda ob'yomga qarab turib qilib beriladi. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz aka. 90 777 76 56. 777 76 56. Aloqaga chiqasizlar. Akam xudo xolasa adibdan oluvdik desalaring, endi 1 so'm yarim so'm o'tib bersalar o'zlari biladi. Savdoyingiz bersin aka, charchamang, salomat bo'ling. Anvarjon do'stimizning narsalari ko'ringlar, bir qator. Mana bu tapchikalar chiqibdi. Bular necha puldan edi? 26 ming. 26 ming so'mda mana. Tapchikalar, rasvetkalar. 10 xilcha rasvetkasi bor, mana. Rasvetkalar ko'rib turibsizlar. Har xillari bor. Baland so'raganlarga poliuretandan ishlangan, balat podoshka qilingan oyoq kiyimlarimiz, tapchikalarimiz. Buni ham rasvetkalari har xillari bor ekan. Ba'zi birlar tugab qoldi. Ha, tugab qoldiga ham qopmiz o'sha. Bular puli qancha edi? Bular 40 ming sotyapti, 38 ming berdi. 38 ming so'mdan berilindi. Aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Bular chuqurlar ekan, bular endi past-padosh qilingan ekan. Buni puli qancha? Buni 32 ming beryapti. 32 ming berilyapti, 36 dan 40 gacha. Mana buni ham har xil rasvetkalari bor. Endi bu o'sha bozori o'lmaydigan deb gapiramiz doim. Buni puli qancha edi? 30 ming so'mdan
qilib berilyapti bular ham. 36 dan 40 gacha. Ha, 37 41 mi bu? 37 dan 41 gacha ekan. Do'stimiz telefon raqamlarini qoldirib qo'yaman. O'zim aytsam o'zim ham o'qib ketaman u raqamdan. 90-lik 481 4 dan 0 ga telefon qilaverasizlar. Telegram orqali aloqaga chiqsalar, hozir biz bu rasvetkasini yo'q dedik. Hamma rasvetkalarni rasmlarni tashlaverasiz. Xudo xolasa ishlayib tizlanadi. Do'stim savdoyingiz bersin, kuch-quvvat bersin, charchamang, salomat bo'ling, xo'p, eson bo'ling. Yaqinda Xudo xolasa baholi qudrat bugungi ma'lumot bermoqchi bo'lgan narsalarimiz shular edi. Video yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab. Yer ostini bu yerdan akam menga so'quvchalab yo'g'rayaptilar. Aka, biz ishlarni bo'ldi, bu nima ahvol? degan ma'noda. Shuning o'shaga assalomu alaykum aka. Saziz o'lguncha itmishig'lar bojasi o'lib ketsin aka. Qarang. Bu reklamadan keyin telefon tinmayapti, o'shaning uchun yana bo'ldi aka, ko'rsatib o'taylik. Aka, telefon tinmasligi uchun mahsulot ham muhim o'rin tutadi. shunaqa. Hali u videoda o'zi yetmaydi. Mahsulot yaxshiki, zvanoy bo'lyapti, balki sotuv qilishgandir, boshqa bo'lgandir. Mana ko'ringlar. Rasvetkalarni akam yorib yuboribdilar. 36 dan 40 gacha, xudo xolasa. 35 xil, 40 xil rangi bor. Rangi bor-ding. Oy. Rangi Hatto tugab qolgan svetlarimiz ham bor. Telegramdan tashlab beraverasiz ularda. Rasvetkani haqiqatdan har xili bor ekan. Mana endi misol uchun padoshni rasvetkasi bor sizlar uchun. Padosh misol uchun tevasini o'zi bas, tevasini o'zi har xil qilinmaganda, misol padoshlar ham har xil qilib turkumiga olingan. Pullarini aka qanchadan berdik og'irroq aka? ularda 27 ming so'mdan o'sha narxini chiqarganmiz. Endi sizdan videodan chiqdi deganlarga o'tib beryapmiz. O'tib beriladi, ozroq o'tib beriladi. Telefon qilinglar, yaqindan xudo xolasa ishlayim bitsa, men ham xursand bo'laman. Bo'ldi, uni ham ko'rsatib yuboramiz. Sizga nima qilishyapti? Bo'ldi, uni ham ko'rsatib yuboramiz. Bularda aka hammasi 27 ming so'mmi o'zi shunda? Yo, bular qimmatroqmi? Yo'q, 27 ming so'mdan hammasini chiqarganmiz. Adibdan telefon qilsa aka, video sizdan telefon qilib kelishtirib beriladi. kelishtirib berilyapti. Nomerni aytib beramiz aka, telefon nomeri. 91lik 90. 679 Aha. 450. 679 1450 raqamlariga telefon qilasizlar. Akamda xudo xolasa ancha-muncha ob'yomlarni yopib bera oladilar. Aka, savdoyingiz bersin, charchamayapti. Xitoylik hunarmandlar ishlari bor ekan aka. Va alaykum assalom. Salomatmisizlar aka? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamang. Men buni ko'rsatishimdan ikkita maqsad bor. Birinchisi, akalarim ishlari sotilsin. Ikkinchisi, bozorda ishlar bilan sal solishtirib olishadi aka. Ularni tijoratchilik yo'qmi? Mana Hermesda o'sha yubqasi ekan. Buni puli qancha aka? Ularda aka optimga 25 ming beryapti. Optimga 25 ming berilyapti mana. Narxlar bexijolat. Bu Xitoydan kelganmi yo bitta sborka bo'lganmi aka? Xitoydan kelgan. Kelgan, mahsulot tiniq Xitoyniki. Mana ko'ringlar, har xil rasvetkalari bor, toshliklari bor ekan bular. Toshlilari necha puldan? 38 ming. Bulari 38 ming so'mdan ekan. Toshlarni ko'ringlar, 36 dan 40 gacha. Bundan tashqari mana bu yana boshqachasi ekan. Padosh boshqa bunda. Hozir ko'rsatganim ikkosi deyarli bir xil edi. Farqi bor bu. Stirkalar, bu joylari mana yumshoq qilib qolingan. Bularning puli qancha edi? Ular 50 ming. 50 ming so'mda. Mana sizlar uchun Xitoy mahsulotlari. Endi chidamida, boshqasida farqni bilganlar o'zlari bilishadi. Bilmaganlar o'zi biladi. Bilmaganlar ham o'zi biladi. Bular necha pul aka? Bular 40 ming bular. Bular 40 ming so'mdan. Xudo xolasa akamizda har xil assortimentlar bor ekan mana. Birinchi qo'l o'zlaring olib kelasizlar. Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri akalarim o'zlari olib kelib sotishyapti ekan. Gap Hozir yo'q. ancha yana svetlarimiz kamayib qoldi. Kech keldilaring. Ertalabda Tayi bori. Bu telefon nomerini qoldirib qo'yaman. Telegram orqali bemalol aloqaga chiqib turib, rasm-basmlari bilan savdolarni yurgizsalar ham bo'ladi. Qatgacha turib bepul dastavka degan joyi bormi yoki shunchaki mashinadan olib ketib olasizmi aka? olib ketib olishaveradi. Ha, shunisi yaxshi. Gaplashaveramiz. Endi nimaga qarab turib, kelishilgan holda dastavka qilib berilinadi, pulini to'lab oladigan qilib. Nomerni aytib beramiz akalarim. 91lik 91 665 aha 53 53.
665 53 53. Akalarim savdolayib bersin. Charchamanglar, salomat bo'linglar, eson bo'linglar. Metta biri qosh, biri ko'z deydi. Assalomu alaykum aka, salomatsiz. Alaykum assalom. Kayfiyatlar yaxshimi aka? Omonmisiz? Salomatchilingiz yaxshimi aka? Charchamang. Adib padojlarga qilingan mahsulotlar bor ekan. Bular sizlar uchun ko'rsatib o'taman. Mana qaranglar, oy. Bu teri nimani eslatyapti? Mana sizlarga ham eslatyaptimi? Menga eslatyapti xolosmi? Gap yo'q, chiroyli chiqqan. Rasvetkalari bor, xudo xolasa ekan, mana har xil gulliklari bor ekan. 5 xil rasvetkada qilingan ekan. Padojlarga e'tibor berasizlar. Bundan tashqari oy. Akam haqiqatan chiroyli ishlar chiqaribsiz aka. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Qirolicha o'zlariniki bu. Qirolicha akam o'zlarini brendlari. Puli qancha endi aka buni? 50 mingdan. 50 ming so'mdan sizlar uchun mahsulot ko'rishinglar mumkin. Undan tashqari mana bu ham chiroyli chiqqan ekan, bu ham go'zal chiqibdi. Buni puli qancha aka? 50 ming. Bu ham 50 ming so'mdan. Buni ham hozir 5 xil rasvetkasini ko'rib turibmiz biz. Undan tashqari yo'qlarini chiqarib berish akamga xudo xolasa muammo tug'dirmaydi. Mana bu tomonda mana. Makaslar bor ekan. Bular zavod Litavoy, bular Litavoy quyma. Aytaman, misol uchun yozda ochilib ketmasligiga o'zim ham kafolat beraveraman buni. Akamdan foyda qilmaygan bo'lsam ham. Ko'ringlar, mana rasvetkalari bor. Setkali har xillari. Uni puli qancha edi Litavoyimiz aka? Bunisi 34 ming, bunisi 37 ming. 34 mingga 37 mingni gap yo'q. Bular qanchadan? Bular kampirmaga tapishkalar, bular 33 mingdan. Hammasi 4 xili bor. 5 xil rasvetkasi bor. 4 xil 5 xili bor ekan. Kampir tapichka deb tanilgan tapichka bu. Ya necha yillik narsa-da bu, to'g'rimi aka? Necha yildan beri? 11 yildan beri trenddan tushmaydi. 11 yildan beri trendini bermaydigan tapichka. Puli qancha? 33 ming. 33 ming so'mdan. Aka nomerlarni qoldiraman, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib qolganlarning narxlarini bilsalar ham bo'ladi. Buni puli qancha edi aka? 55 ming. Bulari 55 ming so'mdan ekan. Buni ham har xil rasvetkasi bor. Telefon nomeri aytib beramiz aka. 90 90 583 39 99. 583 39 99. So'dingiz bersan aka, charchamang, salomat bo'ling. Yaqinda shu joygacha ko'rgan podpischilarimizga ham eng katta rahmat. Alloh tan jonlarini sog' qilsin. Hojaga do'konda olibdilar, qaytyaptilarmi? Ishatdansiz? Bo'ldi, ko'rishamiz. Hunarmandlarimizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyada yaxshi fikrlar bildirib turganlar, joninglar sog' bo'lsin. Yana o'sha gap 8 ming 10 ming ko'ruv bo'lishiga qaramasdan 1-2 ta kommentariyani o'zi bilan qolib ketib qolyapmiz. Yaqinda qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana biz mana hunarmandlarimizni, bu hunarmandlarimizni orqasidan bulardan olib sotayotgan. Hozir ham misol uchun videoda aytib o'tdim. Hunari yo'q, hech narsa ish qila olmayotgan insonlar biz videomizni ko'rib turib, battan narxi arzonligini his qilib, olib sotsam tirikchilik qilar ekanman deydigan insonlarga sababchi bo'lib qolyapmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Shuni qo'llab-quvvatlab, kommentariy yozib qoldirsanglar, xursand bo'lamiz. Joninglar sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.